Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana do'stlar, hozir terma panelni ham yo'lga qo'ydik. 30 ga 35 santimetrga 2 metr uzunlikda bo'ladi. Bunaqa narsa bo'ladi. 2 metr bo'ladi, uzunligi 2 metr bo'ladi. Eni 35-30 anoga o'xshagan. Ustiga quyma quyilgan bo'ladi, qattiq narsa bo'ladi. Tosh bo'ladi, mramorni kroshkadan ustiga quyma qilingan bo'ladi. Bir-biriga yig'ib kiyishib ketaveradi. Xuddi bilaynga o'xshab chiqib keladi. Bir-biriga kiyishadi. Usmonimiz kiyinib 4 cm penoplast 4 cm bo'ladi. 1,5 cm tosh quyilgan bo'ladi. Qattiq narsa apparatda quyib beriladi. Mramorni kroshka. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, Samarqand bo'yicha xohlagan joyingizga yetkazib beramiz. Buni oynalarga, tiyagalari ham hamma narsasi penoplastdan ustiga tosh quyilgan bo'ladi.